Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun Urganchda ishdamiz. Garajimiz va balkonimiz bor ekan, xudo xolasa. Shuni turgafonlarni qistirib o'tamiz, xudo xolasa. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kommentariyada necha kvadrat ketadi deb hisoblaymiz. O'shanning kvadratini chiqarib hisoblaymiz sizlar bilan. Bundisi 3,5 metr. Bundisi 12 metr. Общий 42 kvadrat. Sho'ra necha kvadratni tunuka ketadi? Kommentariyada yozib qoldiring. To'liqini bitgandan keyin aytamiz. Necha kvadratlik tunuka ketadi sho'ra? 3,5 metr, 12 metrlik. Bağımızda navislari. Berimiz o'rtasi hoz bo'lib aylanib, o'rtasi uzun bo'lib aylanib, chetlari hoz bo'lib aylanadi xudo xolasa. To'rt kilo qilib topshiramiz.